Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim masala haqida gapirib beraman. Pensiya to'lash tartibiga kiritilayotgan o'zgarishlar. Bu mavzu faqat hozir pensiya olayotgan insonlarga emas. Ota-onasi pensiyada bo'lganlarga, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi olayotgan oilalarga, yaqin orada pensiyaga chiqmoqchi bo'lgan fuqarolarga ham bevosita tegishli. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Avval tartib qanday edi? Endi nimalarga e'tibor kuchaymoqda? Kim xavotir olishi kerak, kim xotirjam bo'lishi mumkin, qaysi hujjatlar kerak bo'ladi va xatoga yo'l qo'ymaslik uchun nima qilish zarur? Iltimos, bu ma'lumotni oxirigacha eshiting. Chunki bitta e'tiborsizlik pensiya pulining kechikishiga, to'xtab qolishi yoki ortiqcha to'lov hisoblanib, keyin qaytarib berish majburiyatiga olib kelishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu xabarni hamma ko'rish kerak. Avval ko'pchilik pensiya masalasiga oddiy qarardi. Pensiya tayinlangan har oy keladi. Kartaga tushadi yoki pochta orqali olib kelinadi. Tamom. Lekin amaliyotda pensiya to'lash jarayoni faqat pul o'tkazishdan iborat emas. Unda fuqaroning tirikligi, yashash joyi, bank ma'lumotlari, hujjatlarning to'g'riligi, ishonchnoma muddati, chet elga chiqib ketgan-ketmaganligi, nogironlik muddati, ishga kirgan-kirmaganligi kabi ko'plab omillar hisobga olinadi. Oldingi tartibda ayrim hollarda ma'lumotlar kech yangilanardi. Masalan, odam yashash joyini o'zgartirgan, lekin pensiya jamg'armasiga xabar bermagan. Yoki bank kartasi muddati tugagan, lekin yangi karta rekvizitlari berilmagan. Yoki nogironlik guruhi qayta ko'rikdan o'tkazilishi kerak bo'lgan. Lekin fuqaro vaqtida bo'lmagan. Natijada pensiya to'lovi kechikadi yoki vaqtincha to'xtatilardi. Ba'zi holatlarda esa aksincha, fuqaro vafot etgandan keyin ham yaqinlari hisobdagi pulni ishlatib yuborgan. Keyin davlat ortiqcha to'lovni qaytarishni talab qilgan. Endi asosiy o'zgarish shundaki, pensiya to'lash tartibida ma'lumotlarni tekshirish, to'lov usulini aniqlashtirish, elektron bazalar orqali moslikni ko'rish va hujjatlarning amal qilish muddatiga e'tibor yanada kuchaymoqda. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Agar hujjatlaringiz joyida bo'lsa, yashash joyingiz, bank kartangiz, pasportingiz va pensiya hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, siz uchun muammo bo'lmasligi kerak. Lekin e'tiborsizlik qilgan odamda muammo chiqishi mumkin. Birinchi muhim masala, pensiya oluvchining ma'lumotlari dolzarb bo'lishi kerak. Ya'ni davlat organlaridagi ma'lumot bilan real hayotdagi holat bir xil bo'lishi kerak. Agar siz boshqa tumanga ko'chib o'tgan bo'lsangiz, vaqtincha boshqa joyda yashayotgan bo'lsangiz, pasport yoki ID karta almashtirgan bo'lsangiz, familiyangiz o'zgargan bo'lsa, bank kartangiz yopilgan bo'lsa, bularning hammasi pensiya to'loviga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, Toshkent viloyatida pensiya olib yurgan otaxon farzandining oldiga Samarqandga ko'chib o'tdi. Ro'yxatdan o'tish masalasi hal bo'lmagan. Bank kartasi eski tumandagi filial orqali ochilgan. Telefon raqami ham o'zgargan. Bir necha oy hammasi yaxshi bo'lishi mumkin. Lekin tekshiruvda ma'lumotlar mos kelmasa, pensiya to'lovi aniqlashtirish uchun ushlanib qolishi ehtimoli bor. Bunday vaziyatda odam nega pensiyam tushmadi deb bankka boradi. Bank esa bizga pul kelmagan deydi. Aslida masala bankda emas, ma'lumotlarni yangilashda bo'lishi mumkin. Ikkinchi muhim masala bank kartasi va naqd pul orqali olish tartibiga e'tibor. Hozir ko'p pensiyalar bank kartasiga o'tkaziladi. Bu qulay, odam bankomatdan oladi, do'konda to'laydi, farzandlari yordam beradi. Lekin karta bilan bog'liq muammolar ko'p uchraydi. Karta muddati tugaydi, karta yo'qoladi, plastik bloklanadi, telefon raqami o'zgaradi, bank ilovasiga kirish imkoni bo'lmaydi. Shunday holatda pensiya tayinlangan bo'lsa ham puldan foydalanish qiyinlashadi. Masalan, onaxonning har oy 1.200.000 so'm pensiyasi kartaga tushadi. Kartaning muddati tugagan, lekin u buni bilmaydi. Pul hisob varaqda turadi, lekin karta ishlamaydi. Onaxon pensiyam tushmadi deb o'ylaydi. Aslida pul tushgan bo'lishi mumkin, faqat karta yangilanmagan. Shuning uchun men har bir pensiya oluvchiga aytaman, kartangizning amal qilish muddatini tekshiring. Bankdagi telefon raqamingiz hozir ishlayotgan raqam ekanini aniqlang. PIN kodni boshqalarga aytmang, kartani begona odamga bermang. Uchinchi masala ishonchnoma orqali pensiya olish. Ko'p oilalarda keksa ota-onaning pensiyasini farzandi, kelini yoki nabirasi olib beradi. Bu hayotiy holat, lekin bu ish qonuniy bo'lishi kerak. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa,
notarial tasdiq bo'lmasa yoki hujjatda aynan pensiya mablag'ini olish vakolati ko'rsatilmagan bo'lsa, to'lovda muammo bo'lishi mumkin. Oddiy misol, 42 yoshli otaxon yura olmaydi. Pensiyasini o'g'li olib beradi. 1 yil oldin ishonchnoma qilingan, lekin muddati tugagan. O'g'il bankka boradi, bank pul bermaydi. O'g'il jahli chiqadi. Har oy olib yurardim-ku deydi. Lekin bank xodimi ham o'zidan o'zi pul bera olmaydi. Chunki hujjat muddati tugagan. Demak, ishonchnoma bilan pensiya olayotgan oilalar muddatni alohida nazorat qilish kerak. Ishonchnoma muddati tugashidan oldin yangilash eng to'g'ri yo'l. 4-masala. Nogironlik pensiyasi va nafaqalarda qayta ko'rik muddatlari. Bu juda muhim. Ba'zi pensiyalar umrbod bo'lishi mumkin. Ba'zilari esa belgilangan muddatga tayinlanadi. Agar tibbiy mehnat ekspert komissiyasi yoki tegishli tibbiy xulosa muddati tugasa, to'lov davom etishi uchun qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'ladi. Fuqaro vaqtida bormasa, to'lov to'xtatilishi yoki kechikishi mumkin. Masalan, fuqaro guruh nogironlik pensiyasi oladi. Oyiga 1.500.000 so'm tushadi. Uning nogironlik muddati iyungacha belgilangan. U esa o'zi uzayadi deb o'ylab yuradi. Iyul oyida pul tushmaydi. Keyin hujjat topshiradi. Navbat kutadi, ko'rikdan o'tadi. Bu vaqt ichida oilaning daromadida tanaffus paydo bo'ladi. Shuning uchun men bunday fuqarolarga alohida aytaman. Hujjatingizda muddat bo'lsa, o'sha sanani telefoningizga yozib qo'ying. Farzandingizga ayting, mahalladagi mas'ul xodim bilan maslahat qiling. Kamida 1 oy oldin harakatni boshlang. Endi men aniq aytaman. Hamma ham vayma qilish kerak emas. Lekin ayrim toifadagi fuqarolar albatta o'z hujjatlarini tekshirishi zarur. Birinchi navbatda pensiyasini boshqa odam orqali olayotganlar. Agar sizning onangiz, otangiz, buvingiz yoki bobongizning pensiyasini siz olib berayotgan bo'lsangiz, ishonchnoma bor yo'qligini, muddati tugamaganini, pasport ma'lumotlari to'g'ri yozilganini tekshiring. O'ylamizku muammo bo'lmaydi degan fikr noto'g'ri. Pensiya shaxsiy mablag' hisoblanadi. Uni olish tartibi hujjat bilan tasdiqlanadi. Ikkinchi navbatda yashash joyini o'zgartirganlar. Bir tumandan boshqa tumanga, bir viloyatdan boshqa viloyatga ko'chgan bo'lsangiz, ayniqsa doimiy ro'yxat masalasi o'zgargan bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, ma'lumotlar to'g'ri aks etganini aniqlang. Uchinchi navbatda bank kartasi muddati tugagan yoki kartasini yo'qotgan pensionerlar. Karta yangilangan bo'lsa ham, yangi hisob varaq rekvizitlari avtomatik bog'lanmagan holatlar uchrashi mumkin. Buni bank va pensiya organi orqali aniqlashtirish kerak. 4-navbatda chet elga uzoq muddatga ketgan yoki chet elda yashayotgan fuqarolar. Pensiya olish huquqi, to'lovni davom ettirish, hayotlikni tasdiqlash, bank hisob varagidan foydalanish kabi masalalar alohida tartibda ko'rilishi mumkin. Agar pensioner chet elda bo'lsa, uning yaqinlari pul tushyapti, demak hammasi joyida deb yurmasligi kerak. Keyin ortiqcha to'lov aniqlansa, muammo kattalashadi. 5-navbatda vafot etgan pensionerning yaqinlari. Bu nozik, lekin juda muhim masala. Pensioner vafot etganidan keyin uning nomiga tushgan pensiya pulini ishlatish mumkin emas. Agar qonuniy asos bo'lmasa. Vafot sanasidan keyin ortiqcha tushgan mablag' keyinchalik qaytarilishi talab qilinadi. Ba'zi oilalar buni bilmasdan ishlatib yuboradi, keyin qarzdorlik chiqadi. Shuning uchun o'lim holati bo'lsa, tegishli organlarga vaqtida xabar berish, dafn nafaqasi yoki meros bilan bog'liq tartiblarni qonuniy yo'l bilan hal qilish kerak. Agar siz pensiyani o'z nomingizdagi faol bank kartasiga olayotgan bo'lsangiz, pasportingiz yoki ID kartangiz amalda bo'lsa, yashash joyingiz bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, nogironlik yoki boshqa muddatli hujjatlaringizda muammo bo'lmasa, siz uchun odatda xavotirga o'rin yo'q. Lekin xotirjamlik beparvolik degani emas. Men har bir pensionerga yiliga kamida 1 marta o'z ma'lumotlarini tekshirishni maslahat beraman. Misol uchun, pensiya miqdoringiz 1.801.000 so'm bo'lsa, har oy shu atrofida tushishi kerak. Agar birdan 300.000 so'm kam tushsa yoki umuman tushmasa, darhol aniqlashtiring. Ba'zilar keyingi oy qo'shib berar deb kutadi. Kutish ba'zan masalani cho'zadi. Eng to'g'ri yo'l. Avval bankdan hisob varaq bo'yicha ma'lumot oling, keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Muammo qayerda ekanini aniqlamasdan turib xulosa chiqarmang. Birinchi misol. Dilbar opa 64 yoshda, har oy 1.320.000 so'm yoshga doir pensiya oladi. U pensiyasini kartadan yechmaydi. Do'konda karta bilan to'laydi. Bir kuni karta ishlamay qoladi.
u pensiyamni to'xtatishibdi deb o'ylaydi. Aslida karta muddati tugagan bo'ladi. Bankka borib yangi karta ochadi. Hisob varaq faol bo'lsa, pul saqlanib turgan bo'ladi. Bu yerda muammo pensiya tayinlanishida emas, karta vositasida. Ikkinchi misol. Akmal aka otasining pensiyasini olib beradi. Otasi yoshi katta, uydan chiqolmaydi. Ishonchnoma bor, lekin muddati 3 oy oldin tugagan. Bank pul bermaydi. Akmal aka norozilik bildiradi. Lekin tartib bo'yicha bank pensionerning mablag'ini faqat pensionerning o'ziga yoki vakolatli shaxsga berishi mumkin. Demak, bu oilada muammo oldindan tekshirilmagani sababli chiqqan. Uchinchi misol. Muhabbat opa-nogironlik pensiyasi oladi. Qayta ko'rik muddati yaqinlashgan, lekin u buni unutgan. To'lov vaqtincha to'xtaydi. Keyin hujjatlarni yig'adi, shifokorga boradi, komissiyadan o'tadi. Agar huquq tasdiqlansa, to'lov qayta tiklanishi mumkin. Lekin bu jarayon vaqt oladi. Oilada esa har oy dori-darmon xarajati bor. Shuning uchun muddatli hujjatlar bilan bog'liq masalani oxirgi kunga qoldirish mumkin emas. 4-misol. Pensioner boshqa viloyatga farzandnikiga ko'chib o'tgan. Telefon raqami o'zgargan, bank xabarnomalari eski raqamga ketadi. Pensiya tushadi, lekin u SMS olmaydi. Bir necha oy o'tib hisob varaqda pul borligi ma'lum bo'ladi. Bu ham oddiy, lekin ko'p uchraydigan holat. Telefon raqam bankda ham, davlat xizmatlari tizimida ham yangilanishi kerak. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarga o'taman. Birinchi nozik jihat. Pensiya tayinlangan sana bilan to'lov sanasi bir xil bo'lmasligi mumkin. Fuqaro hujjat topshirgan, pensiya tayinlangan, lekin birinchi to'lovda hisob-kitob, tekshiruv, bank rekvizitlari va boshqa jarayonlar sabab biroz vaqt ketishi mumkin. Bu holatda darhol rad etildi deb o'ylamaslik kerak, rasmiy javob va hisob-kitobni so'rash kerak. Ikkinchi nozik jihat ortiqcha to'lov. Agar fuqaro noto'g'ri ma'lumot bergan bo'lsa, yashirgan bo'lsa yoki o'zgarishni vaqtida bildirmagan bo'lsa, ortiqcha to'langan pensiya qaytarilishi mumkin. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olayotgan, talaba o'qishini tugatgan, lekin bu haqda xabar bermagan. To'lov yana bir necha oy davom etgan. Keyin bazalar solishtirilganda ortiqcha to'lov aniqlanadi. Bu pul davlat berdi. Demak, meniki bo'lib qolmaydi. Qonuniy asos tugagan bo'lsa, qaytarish masalasi qo'yilishi mumkin. Uchinchi nozik jihat pensiya miqdori o'zgarishi. Ba'zida odamlar nega qo'shnim ko'proq oladi, men kam olaman deb so'raydi. Pensiya miqdori ish staji, ish haqi, sug'urta badallari imtiyozlidir, ustamalar va boshqa omillarga bog'liq. To'lash tartibidagi o'zgarish pensiya miqdorini avtomatik oshiradi degani emas. Tartib to'lov qanday amalga oshishi, qanday tekshirilishi, qaysi hujjatlar asos bo'lishi haqida. Miqdor esa alohida hisob-kitob bilan belgilanadi. 4-nozik jihat pensionerning ishga kirishi. Ba'zi turdagi to'lovlarda ishga joylashish pensiya yoki nafaqa miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zilarida esa ta'sir qilmasligi mumkin. Shuning uchun men ishga kirsam pensiyam kesiladimi degan savolga umumiy javob berib bo'lmaydi. Siz qaysi pensiya yoki nafaqa turini olayotganingizga qarab aniqlashtirish kerak. 5-nozik jihat. Hujjatdagi bitta harf ham muammo tug'dirishi mumkin. Familiya pasportda bir xil, bankda boshqa yozilgan, tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilgan, JSH raqami xato bo'lgan holatlar uchraydi. Elektron tizimlar bunday farqni ko'rsa, to'lov jarayoni ushlanishi mumkin. Shu sababli hujjatlarni tekshirayotganda taxminan to'g'ri emas, aynan to'g'ri bo'lish kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pasport yoki ID kartangizni tekshiring. Amal qilish muddati, familiya, ism, tug'ilgan sana, JSH raqami to'g'ri ekaniga e'tibor bering. Agar hujjat almashtirilgan bo'lsa, yangi ma'lumotlar bankda va tegishli organlarda yangilanganini aniqlang. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi, karta bloklanmaganmi, bankdagi telefon raqamingiz ishlayaptimi, SMS xabarnoma kelyaptimi, bank ilovasiga kira olasizmi? Agar karta yo'qolgan bo'lsa, darhol bankka murojaat qiling. Agar pensioni keksaligi sababli bankka bora olmasa, bankning amaldagi tartibi bo'yicha ishonchli vakil yoki sayyor xizmat imkoniyatini so'rang. 3-qadam. Pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlaringizni aniqlashtiring. Buning uchun tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish mumkin. Davlat xizmatlari markazi orqali ayrim ma'lumotlarni olish mumkin. Elektron xizmatlardan foydalana olsangiz, rasmiy portallar orqali pensiya holati, murojaat va ma'lumotnomalarni tekshiring. Muhimi, norasmiy odamlarning gapiga emas, rasmiy manbaga tayaning.
To'rtinchi qadam. Ishonchnoma bilan bog'liq hujjatlarni tartibga keltiring. Agar pensionerning pulini boshqa odam olayotgan bo'lsa, notarial ishonchnoma muddati, vakolat turi va shaxsiy ma'lumotlar to'g'riligini tekshiring. Ishonchnomani telefoningizga suratga olib qo'yish yetarli emas. Asl hujjat yoki talab etiladigan elektron tasdiq bo'lishi kerak. Muddati tugashidan oldin yangilash kerak. 5-qadam. Muddatli pensiya va nafaqalarda kalendar tuzing. Nogironlik guruhi talabalik ma'lumotnomasi, vasiylik, homiylik, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'qish holati kabi hujjatlarda muddat bo'lsa, o'sha sanani yozib qo'ying. Men buni oddiy qilib aytaman. Hujjat muddati tugasa, pul ham savol ostida qoladi. Shuning uchun hujjat muddatini pensiya sanasidan ham jiddiyroq kuzatish kerak. 6-qadam. Pensiya tushmasa, tartibli harakat qiling. Avval bankdan hisob varaq bo'yicha ma'lumot oling. Pul tushganmi yoki yo'qmi? Agar pul tushgan lekin karta ishlamasa, masala bankda. Agar pul umuman kelmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Murojaatda ism, familiya, JSSHIR, telefon raqam, pensiya turi, oxirgi to'lov sanasi va muammo mazmunini aniq yozing. Pensiyam yo'q deb umumiy yozishdan ko'ra 2025 yil falon oy uchun mablag'i hisob varag'imga kelmadi. Sababini tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozish samaraliroq. 7-qadam. Har qanday o'zgarishni yashirmang. Ishga kirish, o'qishni tugatish, yashash joyini o'zgartirish, chet elga ketish, bank rekvizitini almashtirish, pensionerning vafoti kabi holatlar bo'lsa, keyin aytamiz deb yurish kerak emas. Chunki keyin bu narsa ortiqcha to'lov, kechikish yoki huquqiy muammoga aylanishi mumkin. Agar savolingiz pensiya tayinlash, qayta hisoblash, to'lov to'xtash yoki pensiya miqdori bo'yicha bo'lsa, birinchi navbatda yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Agar savol karta, hisob varaq, bankomat, SMS, bloklangan karta yoki rekvizit bo'yicha bo'lsa, bankingizga boring. Agar hujjat, ID karta, ro'yxat, ma'lumotnoma yoki elektron xizmat kerak bo'lsa, davlat xizmatlari markazi orqali aniqlashtiring. Murojaatga borayotganda quyidagi hujjatlarni olib boring. Pasport yoki ID karta, bank kartasi yoki hisob varaq rekvizitlari, pensiya guvohnomasi yoki pensiya bo'yicha mavjud hujjatlar, ishonchnoma bo'lsa uning asli. Nogironlik yoki boshqa asos bo'luvchi tibbiy hujjatlar, telefon raqam va agar bor bo'lsa oldingi murojaatlar javobi. Hujjatlar qancha tartibli bo'lsa, masala shuncha tez hal bo'ladi. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Hech kimga kartangiz PIN kodini bermang. Pensiyangizni tekshirib beraman, pulni tezlashtirib beraman, ariza yozib beraman deb pul so'raydigan odamlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya masalasi rasmiy tartibda hal qilinadi. Agar kimdir sizdan xizmat evaziga noqonuniy pul talab qilsa, bu xavfli signal. Ayniqsa, keksa ota-onalarimizni bunday holatlardan himoya qilishimiz kerak. Demak, azizlar, pensiya to'lash tartibidagi muhim o'zgarishlarning mazmuni shuki, endi ma'lumotlarning to'g'riligi, hujjatlarning amal qilish muddati, bank rekvizitlari, ishonchnoma, yashash joyi va pensiya olish huquqini tasdiqlovchi holatlar yanada jiddiy nazorat qilinadi. Hujjatlari joyida bo'lgan, kartasi faol bo'lgan, ma'lumotlari to'g'ri bo'lgan insonlar odatda muammoga duch kelmaydi. Lekin o'zi bo'laveradi deb yurilgan har bir masala pensiya kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Men sizdan so'rayman, bugunoq ota-onangizning, buyingiz yoki bobongizning pensiya hujjatlarini bir tekshirib qo'ying. Karta muddati, telefon raqami, ishonchnoma, nogironlik yoki boshqa hujjat muddati, yashash joyi ma'lumotlari to'g'riligini ko'ring. Bu ish ko'p vaqt olmaydi, lekin keyinchalik katta muammoning oldini oladi. Agar sizda pensiya tushmay qolgan, karta ishlamayotgan, ishonchnoma bilan muammo bo'lgan yoki pensiya miqdori o'zgargan holat bo'lsa, izohlarda yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p berilayotgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga, mahalladagi tanishlaringizga yuboring. Chunki bu masalada xabardor bo'lish har bir oilaning manfaatiga xizmat qiladi.